Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar. Mana kechagi darvozamizni kraska sepish jarayoni. Ekseloy kraska sepiladi. Grunt o'pkalarini sepib, choklariga germetika beriladi. Germetika avtomobilni temirda germetikasi bo'ladi. Shpaklovkada yorilish bo'ladi. Darvozani yopganda qanaqadir detonatsiya bo'lib, zarba bo'lib, ochilib yopilish jarayonida 1-2 yilda shpaklovkalar yorilishi mumkin. Shuning uchun hozir germetika qilinayotgan. Germetikalar mana ham shumni yutadi, ham yorilmaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqsalaring, bitirib beramiz.